Hatta hech qandaq bir odam to'g'riliq va yoki har qandaq bir odamning beshiga kelgan bola qiza to'g'riliq men bo'lgan bo'lsam undoq qilatdim, u nimishqa bundoq qilgandu degandekchu bunday gaplarni qilsak qat'iy bo'lmaydi ekan. Masalan, bir odam suvga tushib ketib tugab ketgan bo'lsa, u odamning keyindan voy tova, so'zishni biladigan turib, ishda tez suvdan chiqolmay tugab ketibdi. Men bo'lgan bo'lsam undoq qilatdim, bundoq qilatdim deydiganlar og'ziga tushirganlar chiqadi-ku. Men bugun sizlarga qo'rqinch hikoyalardan qo'rqinch bo'lgan, o'zimning besidan haqiqiy o'tgan bir ishni so'zlab beray. Mening hikoyalarimni yoqtirib anglaydiganlarning ichida mendan kichik ini-sing'illarimizmi ko'p sonni egallaydi ekan. Mening mush hikoyamni anglash orqali endi sizlarga bir ibrat bo'lib qolsa ajab emas. 2010-yil qish faslida bizning mahallada bir ayol tugab ketibdi. Apashlar, mening opam qo'shilib degandek dasqonlarni yo'gab, shu ayolni uzitish qilg'ili chiqdi. Opam inib kirgandan keyin, u ayol qanday tugab ketibdi deb so'rsam, opam so'zlab berdi. U ayol bizning noyarimizning bozorda xeyli uzun yil baqqolchilik qilib, xeyli nurg'un pul tepibdi ekan. Tugab ketishdan 10 necha kun burun Lufangdan bir uyni chuanquan setib olib, Jo'anshuga berib qo'ygan ekan. Turmushi endi yaxshilanishga qarab yuzlanayotgan bir tirishchan ayolga, endi u qish faslida tijoratchilarning oldida qo'yib olgan bir kichik mashlar bor, usti ochiq, ko'taradigan tutquchi bor, bilasizlar. U ayol shu qish faslida bir kun tushda men tomoq yeb, uyga kirib birdan uxlab chiqay deb, shu kichik mashni ko'tariblam uyga kirib ketibdi. Endi o'z tijoratchi bo'lgandan keyin atgandan kechki sirtda bo'lgandan keyin uyga texi o't qolmabdi ekan. Karvatining yanida haliqi usti ochiq mashni qo'yib yetib, gazlanib qilib tugab ketibdi. U ayol endi o'zini qutuldirish istikida o'zining ashunda gazlanib qolganligini bilgan ahvol ostida o'milab ishning tugiga berib, ishikni ochamay, ishikning tugini degandan tatlab, tirnoqlari yerilib, endi shunchalik bir umidsizlik ichida ketib qopti-da. Men u vaqtlarda bek kichik bo'lg'achqa og'zim qichishib, voy tova, ishikning tugiga o'milab bora olgan ayol bir ishikning tutquchini qayrib bu taloq chiqib so'mamdi. Ishikning tugiga berib bo'lib, ana tugab ketibdi-ma, voy tova deb ajoyib bir hayron qopti ekanman. Og'zimdan saat chiqibdi damda qanday o'zimning beshiga ashnaga o'xshash bir ahvol kelgan vaqtda anandan keyin men boshqalarning beshiga kelgan bola qazosi to'g'risida qat'iy cho'ng so'zlamaslikni o'rganib oldim. 2022 yili taxminan 11-oylar mezgili qish fasli. Bizning Pinfangdagi uyda u vaqtlarda par yo'qdi, mesh bordi. Bir kuni men mesh kelib, miliq kumasilib, u meshning yeniga yana bir qalay javur qilib, miliq kumalarni akirib, yeniga qo'yib, ashunda karvatga chiqib yetibdiman. Uy shunda issiq bo'lgandan keyin men mush karvatning qirvikida yetiblam, shunda tez uyquga ketibdiman. Bir vaqtda xuddi hamda birsi meydamga dessigandeklam, mush meydam ajoyib bir chinqilib og'rib uyg'onib ketdim. Ko'zimni ichib qarsam, men uyning ustun tarbi butunlay oppoq gaz bo'lib ketibdi. Undaq odam zaharlanib qolgan ko'mirning gazi oppoq rangda bo'ldi. Ham u gazlar men uyning ustun tarbidan boshlab biliqi to'shib, men uyning ostiga menda surilib mangdi ekanda. Men ko'zimni ochgan vaqtda heliqi gaz mush uyning ostiga qarab mengib, endi mening ma tumshuqim bilan bo'lgan orliqi taxminan 2 g'irish atrofida qopqapti ekan. Qaraganda mening yeydigan rizqim bor o'xshaydi. Mush mening tumshuqimga kelishga bir 2 g'irish qap qolgan vaqtida men ashunda bir meydam qattiq og'rib ketib uyg'onib ketdim. Ko'zim ochiq, mengam sagak, lekin badanimni qat'iy midiriltamadim. Badanlarim xuddi toshdek qetib ketgan. Elim yaxshi ta'limga men karvatning qirvikida yetib ekanman. Bütün kuchimni yig'ib yurib, men karvatning qirvik tarafdagi o'ng putimni midiriltib, yerga tushib oldim. Yerga normal tushmadim, qolib bidijiq qilib tushdim. O'mlab ishning tugiga berib, ichib etmoqchi bo'ldim-yu, lekin shuni bayqadimki, mening bu put qo'llarimga xuddi bir 20-30 kilo toshni bog'lab qo'ygandek, ashunda ig'irda. Hamda shu 2 metr orliqni o'mlab besishmi men uchun ham ajoyib bir tez ish. Uning ustiga beshim shunchalik ig'ir. Agar meylimga qo'yib bersam, shu joyimda yetiblam uxlamoqchida men ajoyib bir uyqum kelib ketib bordi. Lekin hayot qilish istikida ozroqdan put qo'limni yo'tkab mangdim. Bu jarayonda qanchalik qiynalganimni bir o'zim bilaman. Her bir qo'lim va har bir putim shunchalik ig'ir keldi. Ashunda qiynalib yurib, qiyinchilikda 2 metr orliqni endi 10 necha minutda oran o'mlab, ishning tugiga bordim. O'milishimiz uchun endi qo'limizni ozroqla yenik ko'tarib, olg'a siljitib, menda o'milsak bo'laverdi. Lekin qo'lni endi beshimizdan egiz ko'tarish unda vaqtda ajoyib bir tasga to'xtaydi ekan. Bir necha qitim sinab boqqan bo'lsam-mu, qo'limni beshimdan egiz ko'taramadim. Qat'iy kuchim yetmadi uningga. Men o'zimga ichim og'rib, o'zimning bu yosh bir hayotimga ichim og'rib, ajoyib bir ko'nglim yerim bo'lib yig'lab ketdim shu vaqtda. Yig'amni to'xtatib, o'zimga tasalli berib,
Endi bu o'zimga bergan eng oxirgi qitimliq fursatım. Bütün kuchimni yig'ib turib, qo'limni ko'tarib, oxiri eshikning tutqichini tuta oldim. Eshikni ochgan shu paytda, ya'ni men taladan kirgan sap havo mening dimoqlarimga urilgan vaqtda, men anandagin hayotning naqadar qimmatli bir narsa ekanligini shu vaqtda his qildim. Eshikni qiya ichib qo'yib, ashunda bir 5-10 minut turib yetib, futqulimga asta-asta jon kirgandan keyin buni tutib esilib yurib o'rnimdan turib, talaga chiqib 2 soatdek suvoqda o'ltirib, anandagin aslimga kelib, men ashunda bir hayot qolgan. Anandagin uyga kirib piliqi yig'ilib qolgan gazlarni chiqarib yetib, andan mashinaning itilib qolgan yerlarini ravolashtirib degandek qilib bo'lgandan keyin o'ltirib o'ylandim. Ha, Aynur, sen 2010-yili yiliqi bir eshikning tugiga umlab berib, eshikni ocholmay, yiliqi eshikning buzuqini tatlab, shunda tugib ketgan yiliqi ayol to'g'risida voy nimishqa eshikning tugiga berib bu odam eshikni ichib ketmaydi, u bu deb ajoyib bir yo'g'on so'zlar aytmamdim. Qanday bo'ldi-ki? Ashu hissiyot, ashu qiyinchilik o'zimning beshik kelgan vaqtda qanday bo'ldi-ki deb o'zim savol qo'ydim. Bugun endi men to'rdoshlarga hech qanday bir qo'rqinish hikoyalar munosabat yo'q. Bunda bir temada so'zlab berishimdagi sabab, endi men biror to'rdoshimizdan beshik kelgan qo'rqinish hikoyalarini so'zlab bersam, pinglunchida ba'zi bir to'rdoshlar voy tova, men bo'lsam qo'rqmaydim, voy qo'rqanchoqqa u bu deb va yoki ayrimxonda uni deb qilganlar borchu. Endi necha million tinsiz va qo'rqinish hikoya so'zlaydigan bo'jularmi, endi cho'qqim mush to'rdoshlarni 100 qo'rqitmaydi deb turib so'zlayolmaydi u hikoyani. Shuning uchun eng oxirida deydiganim, eg'izdan sochik deyish degan bu ish haqiqatan mavjudga. Mendan sizlarga ibrat bo'lib qolsin. Hech qanday bir odamning beshik kelgan balo qazosini zangli qilmaylik.